400 yilda bir marta tug'iladigan egizaklar. Sizlar bu haqida eshitganmisiz? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Iltimos ushbu qiziqarli videoroligimiz YouTube'da keng tarqalishi uchun like va podpisatsiya tugmachasini bosib, ehson qilishni unutmang. Barchangizdan Alloh rozi bo'lsin. 400 yilda bir marta tug'iladigan egizaklar. Biz bu voqeani Alloh mo'jizasi deya atay olmaymiz. Videoni oxirigacha tinglang va o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Xitoyda bir oilada egizak farzandlar tug'ildi. Bolalarning biri otasiga o'xshaydi, ikkinchisi esa na otasiga, na onasiga o'xshaydi. Yoki egizakligi ham o'xshamagani sababli buni payqab qolgan ota bolalarni DNK tekshiruvdan o'tkazadi. DNK tekshiruv natijalarini ko'rgan ekspertlar shokka tushishdi. Chunki bu egizaklar ikkita otadan dunyoga kelgan edi. Bu kamyob holat bo'lib fanda gidropaternal superfundlatsiya deb ataladi. Bunda ikkita erkak spermatozoidi bitta tuxum hujayrani urug'lantiradi. Bu 138 ming egizaklarning bittasida uchrab, bu holat 400 yilda bir marta bo'lishi mumkin. DNK tekshiruvda egizaklarning birini otasi qonuniy otasining do'sti bo'lib chiqdi. Onasi esa o'z qilmishlarini tan oldi deyiladi xabarda. Hurmatli tomoshabinlar, videoroligimiz agarda sizga manzur bo'lgan bo'lsa, o'z fikrlaringizni izohlarda yozing va videoga bir dona like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.